video orqali tushuntiraman. Bu salgina ko'proq bo'lgani uchun. E'tibor bering, bizda kuchli o'sish bo'lgan, ya'ni katta o'sish bo'lgan va bizda mana shu yoqda pastda qizil likvid va bu likvidni olmasdan turib narx tepadagi likvidni olgan. Biz bu yoqda sotib olamizmi? Yo'q, конечно. Bizda demand zonamiz, ya'ni yaxshi sotib olish zonasi bu deb hisoblaymiz. Va bu yoqqa kelganda albatta sotib olish bo'ladi. Sababi buzilgan joyi resistant va resistantni buzib respekt qiladi va shundan keyin tepaga talishib davom etadi deymiz. Lekin bitta narsani undan oldin e'tibor beramiz. Qarang, narx keladi bizni boyagi demand zonamizga va biz demand zonadan olishga harakat qilamiz. Demand zonadan sotib oldik. Price tepaga bordi. Keyingi narxga. Biz bu yoqda necha foizlik misol uchun ushlashni qildik? 20%. Endi qarang, bu yoqda biz sotamiz nima uchun? Sababi bizda likvidni olgani uchun bu boshqa protokol, ya'ni order block hosil bo'lgan va bundan pastiga agar reject bersagina biz nima qilamiz? Sotamiz. Reject bermasa bu dalshi davom etadi deymiz. Shuning uchun bu yoqda biz partial, ya'ni qanchadir miqdorda pulimizni olamiz. Bu yoqda kelgani uchun biz qanchadir miqdorda pulimizni oldik. Endi reject berishini kutamiz. Narx reject berdi va mana shuni o'zi reject va undan pastga yopildi. Demak, endi biz bu yoqdan bilib turibmizki, bozor mana buni olishga harakat qiladi. Boya aytganimizdek, bu yoq buzildi, уже bo'ldi. Bu yoqqa hech qanday umid yo'q. Endi 100%lik biz o'zimizga garantiya beramizki, narx mana shuni olishga harakat qiladi. Bundan polni tepaga ketish narsa qilishi bu faqat pul yig'ish uchun bo'ladi. Narx pastga keldi. Boya aytgan joyimiz likvid. Bu yoqdan sotib olsangiz, siz boya aytganimizdek, yana shu pulingizni qancha? 20% ni ishlagan bo'lasiz. Endi biz yana xuddi boyagi joy, mana bu yoqqa pul yig'ish kerak. Dalshi pastga tushib, bizga endi pastdagi demand zonamiz qayerda bo'ladi? Bizda pastdagi demand zona polni mana bu yerda FVG qolib ketgan va oxirgi buzilgan joy. Buzib o'tgan joy. Narxni biz eng yaxshi sotib olishimiz mana shu yoqqa kelganida. Reject. Ko'rdingizmi? Reject berishi. Biz sotib olmaymiz. Biz demand zonamiz manaki. Manaki. Biz demand zonaga keldik. Ya'ni biz olishimiz kerak bo'lgan zonamiz. Biz bu yoqdan ham olamiz. Sababi katta time frame'dagi demand zonamiz. Bizda birinchi take'imiz mana bu yoq bo'ladi. Bu birinchi take hisoblanadi. Stop undan pastrog'ida bo'ladi. Katta time frame bo'lgani uchun bizda stop va take'lar yuqori bo'lyapti. Xo'p, bu birinchi take'imiz. Lekin price'ni ko'ryapsiz. Bundan tepaga agar bu hozirgi joydan pastga tushib ketsa, biz sotamiz. Reject hozircha yana sotildi. Bo'ldi, biz уже mana buni уже sotganmiz. Buni aytganimizdek partial yoki sotgan chiqib ketganingiz. Dalshi keyingisi yana demand zonaga keladimi, yo'qmi? Yana demand zonamiz. Bizning keyingi demand zona. Nima uchun? Chunki mana bu polni bizda demand. Biz yana sotib olamiz. Keyingi target bu yoq. Bu. Bizda yana pul olishimiz kerak bo'lgan joyimiz. Endi biz bu yoqdan pulni yechib oldik deylik. Keyingi bu yoqdan pastga tushib ketmasa,
xuddi yana boyagi demandga o'xshab pastga tushib ketmasa, yana biz sotib olishimiz kerak bo'lgan joylar dalish yana ketaveradi. Opa. Bizda demand zonamiz keldi, yana bizni olib ketdi. Keyingi уже tekimiz mana. Уже mana shu yoqdan down o'z birinchi tekda olgan bo'lardik. Keyingisini e'tibor bering. Yana demand zona buzilgan joyda respekt qilishi, yana dalish ketishi, keyingi tek boyagida aytganimizdek yana bitta high.